Assalomu alaykum aziz birodarlarim, sizlar bilan g'oyibona bo'lsa-da ko'rishib turganimdan bag'oyatda shodman. Ushbu video Eron va O'zbekiston o'yini uchun tahlilda yozib olinmoqda. Tezroq gapiraman chunki videoni qisqa qilmoqchiman. Men bitta narsani sal tushunganday bo'ldim, agar noto'g'ri tushungan bo'lishim mumkin. O'shaning uchun o'zimni shaxsiy fikrim deb boshlayman. Ya'ni qaysi savolga javob bo'ladi bu ki O'zbekiston nimaga pressingga dosh bera olmaydi yoki pressingga turib bera olmaydigan komandalar orasida eng zo'ri O'zbekiston. O'zbekistonni pressingga qarshi chorasi yo'qmi? Chorasi yo'q. Nimaga? O'zbekiston o'zi qachondan pressingga tura olmaydigan bo'lib qoldi? Mana shu Srechko Katanets o'zini mana shu taktikasi bilan kirib kelgandan beri. Bu taktika qanotlarga ko'proq urg'u bergan hisobidan o'sha qanotlarga berilgan urg'u markazning kamayuvi hisobiga bo'ladi. Ya'ni markazda o'ynaydigan futbolchilarning kamaygani hisobidan qanotlar kuchaytiriladi va meni o'ylashim bo'yicha pressingga turib bera olmasligimizning katta sababi yarim himoyamiz bor yo'g'i ikkitagina futbolchidan iboratligi bilan izohlayman. Nimaga? Chunki asosan pressing markazdan qilinadi. Markazdan emas, mayli birorta komanda qanotlardan qilsin, sal g'alatiroq bo'ladi-yu, lekin qanotlardan qilsak, o'sha qanotdagi futbolchilarni qutqaradigan futbolchilar o'sha yarim himoyachilar bo'ladi. Ya'ni qanaqa? O'zi qanotdagi futbolchini bir tarafi out chizig'i bo'ladi, ikkinchi tarafi maydonning markazi bo'ladi. Maydonning markazida kim bor? Yarim himoyachilar bor. Ikkita yarim himoyachimiz ikkiga bo'linib, bittasi bu yoqqa, ikkinchisi bu yoqqa qaragan taqdirda ham bitta qanotga bittadan yarim himoyachimiz to'g'ri kelyapti. To'p qanotdagi futbolchiga yetkazilindi. O'sha bitta futbolchiga pressing qilyapti, u koptonni xatga beradi. Markaz bilan o'ynamoqchi bo'lsa, bor-yo'q bittagina yarim himoyachi bor. O'sha markaziy yarim himoyachini yopib qo'ysanglar bo'ldi. Qanotdagi futbolchi bug'ilib qoladi. Yo oldinga ochiq bo'lmasa yoki tavakkal pas berishga majbur, chunki orqaga kamdan kam pas beriladi, mabodo orqaga ham pas berib yuborishi mumkin. Va o'shanda nima bo'ladi? Pressingga chidolmayapti degan gap bo'ladi. Chunki pressing qilayotganda oldinga chiqa olmayapsanmi yoki oldinga chiqishlaring o'xshamayaptimi yoki orqaga beryapsanmi? Bu pressingni ijobiy natijasi bo'ladi. Men o'ylashim shu. Yarim himoyada kamchilik bo'lganimiz uchun biz pressingga chidolmaydigan komanda bo'lib qolganmiz. Xo'p. Nimaga pressingdan boshladim? Chunki Eron qanaqa o'ynaydi? Pressingli futbol ko'rsatadi. Nafaqat O'zbekistonga, balki boshqa jamoalarga ham, ayniqsa O'zbekistonga ko'proq pressingni ko'rsatadi. Chunki Eron bosh murabbiysi ham Amir G'alinoy qanaqa murabbiy? Amir G'alinoy raqibga moslashadigan murabbiy. Raqib qanaqa bo'lsa, o'shandan kelib chiqib bitta taktika bilan maydonga tushadi, keyin boshqa taktikaga o'tadi, keyin balki yana boshqa taktikaga o'tib ketishi mumkin. Bizanikilarga o'xshab yoki boshqa terma jamoalarga o'xshab bir xil taktika bilan o'yinning oxirigacha omadim kelib qolardi, yoki raqib qizil olib qolar, yoki penalti ishlab qolarmiz, yoki o'zoqdan birorta daydi zarbamiz golga aylanib ketar, yoki Eronga qarshi durang natijasi ham yomon emas degan umidlar bilan o'ynamaydi. Xo'p, moslashadigan desak, qanaqa moslashadi? Moslashish o'zi nimaga ko'ra bo'ladi? Raqibga ko'ra bo'ladi. Raqibga nimasiga ko'ra bo'ladi? Kuchli va kuchsiz jihatlariga ko'ra bo'ladi. Uje 4-minutga yaqinlashyapti. Men o'yladim 4 minutlik video qilaman deb bo'lmadi. Raqibni kuchli tomonlaridan kelib chiqib, himoyani moslashtiradi. Kuchsiz tomonlaridan kelib chiqib, taktikani moslashtiradi. Bizning kuchsiz tomonimiz nima? Pressingga chidolmasligimiz. Bizda yaxshi tomoni shundaki, pressingga faqat yarim himoyamiz chidolmaydi. Chunki o'sha gap yarim himoyamiz kam. Himoyaga kelganda esa raqib hujumlari to'xtatiladi ki, O'zbekiston har doim kam gol o'tkazadigan jamoalardan biri bo'lib keladi. Qatarga qarshi 3 ta o'tkazib yubordi-yu desanglar, Qatarni o'zi boshqa o'yinlarni ko'rib chiqsanglar, Qatar nima deydi? Buguni bilan yashaydigan komanda, ya'ni bor kuchini birinchi taymga to'kib sochib yorib, ikkinchi taymda emaklab yuradigan terma jamoa hisoblanadi. Nafaqat O'zbekistonga kerak bo'lsa, Eronga qarshi o'yinda ham birinchi taymda zo'r o'ynab qo'yadi. Eronni ham qiynab qo'yadi. O'zbekiston bo'lsa, loaqal bitta taym Eronga qarshi zo'r o'ynab bera olmaydi. Shu. O'zbekiston zaif tomon pressing olmizmi? Shuning uchun Eron nima qiladi? O'zbekistonga qarshi pressingli futbol ko'rsatadi. Buni biz Bunyodkorda o'tgan O'zbekiston Eronni birinchi o'yinida ham guvohiga aylangan edik. Ko'pchilik g'alaba kutgan joyda Eron nima qildi? Kallasini ishlatib pressing qildi, bizani qo'rqitib qo'ydi va shunga ko'ra
biz g'alaba uchun o'ynamadik, g'alaba uchun bormadik. Biz muxlis bo'lib kutaveramiz. Anaqa markaziy sektorda Xayrullo Hamidov zo'r gap gapirdi. O'zbekiston milliy terma jamoasida Sreshko Katanes boshchiligidagi bitta o'yinni Abduraimovlardan bittasi bilan sharhlab o'tirganimizda u aytdiki, Eronga qarshi hujumkor o'ynash kerak deb. Shunda xulosa chiqazdim. Baribir bo'ynida mas'uliyati bo'lmagan odam xohlagan gapini gapirib yuborar ekan. Hujumkor o'ynashimiz kerak, hujum qilishimiz kerak deb gapirib yuborar ekan. Aslida mas'uliyati bor odam sal o'ylab ish qilar ekan, himoyakor o'yin ko'rsatar ekan deb. Biz chetdan turib shu narsani ko'ryapmizmi? U trenerlar u yoqda tursa, futbolchilar ham mana shu mas'uliyatni bosimidan qo'rqadi. Ya'ni qanaqa? Eron Osiyoning eng zo'r jamoasi. Eron jahon chempionatida ko'pincha guruhdan chiqadigan, muntazam jahon chempionatiga chiqib ishonchi har doim oqlab keladigan Osiyoning eng zo'r komandasi. Osiyoning himoyasi eng zo'r komandasi. Aqlli o'ynaydigan komandasi. Bu gapni sizlar ham eshitgansizlar. Futbolchilarga bu narsa yod bo'lib ketgan. Biz qachon mana shu miyamizdagi bloklarni yechamiz, keyin Eronni yutamiz. Mana bitta faylasuf sifat, psixolog sifat og'aynim bor. O'sha mana shunga o'xshash gaplarni gapirib yurganim uchun men ham endidan mana shunaqa narsalarni gapirishni boshlayapman. Rostdan ham shunaqa. Bu avlod Eronni yutmagan avlod. Faqat yutqizib yurgan, endidan durangga ko'rib kelayotgan avlod. Bular bilan Eronni yutish qiyin, bo'lsa ham tasodifiy bo'lib qolishi mumkin. Miyasi toza boshqa bolalar bilan bu Eronni yutsa bo'ladi deb turib hujumkor o'ynab yutqizib qo'yursak ham hujumkor o'ynab keversakkina yutishimiz mumkin. Erondan qo'rqib keversak bo'lmaydi hech narsa. Aziz Haydarov bitta zo'r gapi bor. Gol urolmayman deb tepfosanmi, urolmaysan. Yutolmayman deb maydonga tushyosanmi, yutolmaysan. Gapiraveradi intervyu berayotganda, yutamiz, yorib tashlaymiz deb. Paxtakor Al-Hilolga borganda Diyor Xolmatov intervyu berdi, faqat g'alaba deb. Nima bo'ldi? Nechta gol o'tkazib yubordi. G'alaba uchun loqal bitta harakat deplop qila oldimi? Qila olmadi. U quruq gap boshqa, amalda qilish boshqa. Xo'p, endi sal mavzudan chetlashib ketamiz. O'zi bitta gapni aytish uchun 7 minut olib keldim sizlarni, ya'ni qanaqa? Eronga qarshi o'yinda biz pressingga dosh bera olishimiz kerakmi? Menimcha kerak emas. O'sha pressingni qovurish kerak. O'zim ham bunaqa narsa bor-da. MMA bilan stol tennisidan misol keltirib tushuntirib bering. Stol tennisida shunaqa narsa, bitta taraf boshqaradi. U yoqqa bersa, ikkinchi taraf u yoqqa borib qaytaradi, bu yoqqa bersa, bu yoqqa qaytaradi. Xolos, udar berayotgan odam u yoqqa berib boshqaradi, to'g'rimi? Haligi odam qanaqa o'zini foydasiga qabul qila oladi shotni, uni qaytarish bilan birgalikda shunaqa zo'r qaytarish kerakki, o'shanda men zarbalarni boshlayotgan anaqa qiynalib qolish kerak. O'zbekiston ham Eronga qarshi mashhur, Eronning pressingiga qarshi o'ynash uchun pressingga zo'r tura olib, avvalo pressingni qaytara olib, o'zini hujumlarini eplab ko'rsata olish kerak. Agarki o'sha Abbos Fayzullayev intervyuda aytganidek hujumkor o'ynamoqchi bo'lsa, g'alaba uchun kelgan bo'lsa, g'alaba uchun hujumlar qilish kerak ham, o'shanaqa futbolni ko'rsatmoqchi bo'lsa, avvalo Eronning pressingiga chidab berish kerak. Agar Eron pressingiga chiday olmasa, bolalar o'sha qo'rqadi, orqada ko'pchilik bo'lib qolib ketadi. Men qolaman salla chiqaveringlar, Eron yomon pressing qilyapti deb turib qolib ketaverishadi-da, oldinda kamchilik bo'lib qolib, Eronning ko'pchilik bo'lgan himoyasiga qarshi o'yna olmay qolamiz. Bu sal g'alatiroq gap bo'ldi, hali yana tahlil davomida yaxshiroq gaplar chiqaveradi. Tak. UFC'da Cody Garbrandt degan jangchi bor. Bilsanglar bilasizlar. U kamarni yutgan. Keyinchalik janglarda yutqizib urgandan keyin uni bitta siri fosh bo'lib qolgan. U qanaqa? U udar, zarbani ko'tara olmaydi. Zo'r urishadi, zo'r udarlar beradi, zo'r nokautlar qiladi, lekin o'ziga jag'iga birorta zarba kelib qolsa, sirazi uxlab qolaveradi. O'zbekiston ham zarbani pressing deb olsak, o'shanaqa pressingga yarim himoyada dosh bera olmaydigan komanda. Eron bo'lsa 4-2-3-1, 4-1-4-1 taktikasida muntazam o'ynab keladigan, ya'ni yarim himoyaga emas, ya'ni o'sha yarim himoya orqali markazga ko'proq urg'u beradigan komanda. Biz bunga qarshi o'ynash uchun markazimizni zich qilishimiz kerak. Bu birinchi yechim. Ikkinchi yechim nima bo'ladi? Amir G'alinoy raqibga moslashadigan komandami? Markazdan Eronni kutib olib zichroq o'ynayapmizmi? Nima bo'ladi keyin? Qanotlarga urg'u berishni boshlaydi. Keyin nima bo'ladi? Qanotlarni eplay olamizmi? Yo uni qilish kerak, yo buni qilish kerak. Xuddi o'sha stol tennisga o'xshab. Bitta taraf boshqarsa, ikkinchi taraf himoya qilish kerak.
yoki o'zimiz hujum qilishimiz uchun avvalo o'yinni boshidan ustunlikni olishimiz kerak. Eron ozodiyda bizga ustunlik beradimi? Yo'q, mana bu yerda yozib oldim. Sen bangamisan, folchimisan, folochossanmi demasliging uchun har xil variantlarda aytib beraman sizlarga. Men o'ylashim bo'yicha Eron bahs boshidan to'p nazoratiga urg'u beradi. Undan tashqari bahs boshidan birinchi taymni balki o'rtalariga qadar juda ham katta pressingda o'ynaydi. Bu o'sha o'yin boshidagi pressing bizani duximizni olishga, oldinga ko'pchilik bo'lib chiqmasligimizga, Qirg'izistonga qarshi o'yinda ko'pchilik bo'lib 8 kishilar hujum qildik-ku, Eronga qarshi bunaqa qilmasligimiz uchun Eron bizani bosishi kerak. Nima bilan bosadi? O'sha pressingi bilan bosadi. Bu bir. Ikkinchisi, pressingni qilib olgandan keyin to'pni bizga beradi deb o'ylayman. Bitta taym faqat Eron o'ynamaydi. Boshida pressing qilib bizani yaxshilab bosib oladi, ezg'alab duximizni oladi, keyin to'pni bizga beradi. Nima uchun? Birinchidan bizani taktikamizni bilib olish kerak Amir G'alinoy, ikkinchidan bolalarning kuchini tejash kerak, ikkinchi taymga ham nimadir qolish kerak. Qolaversa, Telegram kanalimda ovozli xabar ko'rinishida ma'lum qilganimdek, Eronni hozirgi avlodi yoshi kattaroq avlod bo'lyapti va jismoniy holati ja zo'r emas, lekin pressingni zo'r qiladi. O'shanda ham butun o'yin davomida nafaqat Eron, Libboy pressingni 90 minut qila olmaydi. Eron boshida zo'r pressing qilib beradi, duxo beradi, keyin charchagan holida o'shani mevasini yeb yotadi. Ya'ni bolalar o'sha o'yin davomida ham duxi yetmaydi oldinga o'tishga. Agar bizanikilar oldinga o'tishni boshlasa ham o'zgarishlari bilan, himoyadagi o'zgarishlari bilan yoki yarim himoyadagi choparlarni tushirish bilan hujumlarimizni buzib tashlashi mumkin. Bu videoga men sarlavhani Eron xohlaganidek o'ynaymiz deb qo'ymoqchiman. O'sha gap, agar Eron xohlaganidek o'ynamoqchi bo'lmasak, biz o'zimiz o'yinimizni ko'rsatishimiz kerak. Uning uchun raqibning hujumlarini qaytara olishimiz kerak. Cody Garbrandtga o'xshab jag'imizga kelgan o'dardan uxlab qolmasligimiz kerak. Yana bitta narsa bor. Agar biz markazda zich o'ynasak nima bo'ladi? Biz markazda zich o'ynab ham ko'rganmiz, Bunyodkorga qarshi oxirgi o'yinimizda 0-0 bo'lgan Eron qizil olgan o'yinda. Keyin nima bo'lgan? Eron o'sha narsasini faqat bizga qiladi deb o'ylaysizlarmi? Yo'q, boshqalarga ham qiladi. Faqat har doim qilmaydi. Eronda taktikalar ko'p. Shuning uchun ham Eronning bitta taktikasiga moslashish ilojisi yo'q. Moslashsang boshqa taktikasini qilib yuboradi. O'yin davomida o'zgaradi. Ya'ni qanaqa? Markazda zichlashsang, Eron uzun paslarga o'tib ketadi. Uzun paslar bilan bo'yindan o'tkazib tashlayveradi. Shuning uchun Eronga qarshi o'yinda markazlashuv ham bo'lmaydi. Birlashgan Arab Amirligining o'yinini tahlili to'g'risida bu yerda gapirmayapman. Uni Telegram kanalimda qilib bo'ldim. Qiziq bo'lsa o'tib eshitinglar. O'sha yerda ko'rganim nima bo'lyapti? Eronning uzun paslari bo'lyapti. Eron uzun paslar bilan o'ynayapti. Raqib o'ziga chaqiryapti, uzun paslar bilan hujumdagilarni olg'a intiltiryapti. Shuning uchun ham biz yarim himoyada ko'proq urg'u bermasdan o'sha ikkita yarim himoyachimiz bilan o'ynayverganimiz ham mana shu uzun paslar tomonlama yaxshi. Agar biz himoyachilardan bittasini olib o'rniga yarim himoyachi qo'ysak, markazdan yorib kirish qiyin bo'ladi. Sirasi sezib qolib turib uzun paslarga o'tib ketsa, himoyachilarimiz kam bo'lib qolgani hisobiga u yoqda hujumchilari ko'p ishni qilib yuborishi mumkin. Tushuntira olamanmi? Undan tashqari Eronni kuchli jihatlaridan biri bu standart vaziyatlar, burchak to'plardan kalla qo'yishlar, jarima zarbalaridan o'sha bosh bilan zarba yo'llashlar. Bu tahlil sal bunaqa bo'lib ketdi, lekin ancha-muncha narsani shu yerda gapirib o'tdim, o'zingizlar tushungan bo'lsangiz tushundinglar, ichidan kerakli joylarni olinglar, keraksiz gaplarga parvo qilmanglar. Keyin zivachga chaynab gapiryapsan, farosating bormi? Kiyiming bunaqa. Yaxshi ham ayol kishi emasmiz, sizlar ham mana. Unaqa latta chaynash bo'lmaydi. Futbol haqida gap ketyaptimi? Futbolni gaplashaylik, bo'ldi, kerak emas boshqasi. Bo'ldi shu, sog' bo'linglar. Bu narsa xayolga kelib qolsa, Telegram kanalimda bo'ladi, o'taverasizlar.